Ha, aka, hozir 1 minut. Do'stlar, assalomu alaykum. Biz bugun yana navbatdagi obyektimiz. Bu obyektimizga chorliqlarga qishlar beryapmiz. Ya'ni uy ko'tarish uchun chorliqlarga qishlaymiz, pishiq qishlar. Xo'p, qishlarimiz 250 marka do'stlar. Bunaqasi O'zbekistonga topolmaysiz bizdan tashqari. Maksimum 100 marka topishlaringiz mumkin. Может 150 bo'lishi mumkin eng zo'ri. Lekin bu 250 marka. Ko'rib turganingizdek, qishlar juda ham pishiq, juda ham baquvvat moshni mana bu obyektimizga beryapmiz. Xo'p, razmerini aytaman, 9 ga 12 ga 25, ya'ni paltaraska deydi bizni tilda. 1 kvadratiga endi mana bunaqa 1,5 bar tersa, menimcha 60 ta ketadi. 1 bar tersa 40 ta ketadi. Ko'rib turganingizdek, uy ko'tarmoqchi bo'lsalaringiz agar, mana shu juda ham mustahkam baquvvat qishlarimiz. Paddonlarga bo'ladi, paddoniga 308 ta bo'ladi do'stlar. Ichiga hech qanaqa siniq-piniqlari bo'lmaydi. Juda ham mustahkam baquvvat. O'zim terilgan joylarini ko'rsataman mana. Mana shunaqa holatda chiqadi. Ustalaringiz chiroyli qilib tersa, juda ham ideal holatda chiqadi. Do'stlar, bu qishlarimizni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Yetkazib berish ichiga bo'ladi. Bir donasi hozirgi kunda 2000 so'm. Yetkazib berish ichiga qanaqa bo'ladi? Faqat bir fura oladigan bo'lsangiz, ana shu bir furamizga 7,5 ming tada g'ish ketadi. O'shanga dastavkasi ichiga bo'ladi. Kranga tushirib olasizlar. O'zlaringiz kran chaqirib, obyektlaringizga tushirib olasizlar. 2000 so'm dastavkasi ichiga bo'ladi. Faqat joylaringizga mana shunaqa fura kirish kerak. Bizlar viloyatlarga ham, boshqa joylarga mana shunaqa furaga yuboramiz. Agar o'zlaringiz mayda shuyda olib ketmoqchi bo'lsalaringiz, skladimiz Samarqandga o'zimizga nalichiga bor. Skladimizdan kelib, o'zlaringiz skladimizdan olib ketsalaringiz bo'ladi. Skladimizdan o'zlaringiz olib ketadigan bo'lsangiz, 1900 dan qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa holatga. Xo'sh, pastda nomer qo'yamiz. Pastdagi nomer orqali aloqaga chiqsalaringiz agar, sizlarga qishlarni bemalol yetkazib beramiz. Hozir men sizlarga bir ikkitasini ko'rsataman. Yo'qda ochiqlari bor ekan. Mana. Qishni ovozi chansini eshityapsizlarmi? Haqqoniy keramika, chisti pishgan keramika. Yana ichi mana shunaqa teshiklari bor. Bu termoizolyatsiyali bo'ladi uy yuziga. Утепление variantini ham bajaradi mana shu teshikchalari. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, pastga nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qishlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Videoga esa bitta like ni bosib qo'ying va qurilish qilayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz.